Chingizxon degan jahondagi eng ulug' hukmron. Bütün iqlimdagi qobil donishmandlar uning xizmatida bo'lishni xohlaydi. Ya'ni yolg'on aytyapsiz. Yo'qsa. Hargizmi yolg'on aytayotganim yo'q. Esingizda bo'lsin. Faqat bizning sulton olilarimizla, bizning mushu ziminimizla madilashga eng arziydi. Birodar, meningcha siz burunqi saltanatlarga mas'ul yuribsiz. Mo'g'ullarning qanchalik qudratli ekanligini bilmaydi ekansiz. Men yerim jahonni kezgan odam. Shuni deb qo'yayki, hech kim Chingizxonga tankilanmaydi. Choy ichaylik. Men sultonimizmi tankilanmamda. Nima dedingiz? Siz Chingizxonga hech kim tankilanmaydi deyatsizku. Samingizda bo'lsin. Quruq qo'l berib yo'lvasning tishiga tegsangiz deginki, hargizmi Chingizxonning tishiga tegmang. Shundaqmi? Agar yo'lvasning tishiga tegsangiz, yem bo'ladigan faqat o'zingiz. Ammo Chingizxonning tishiga tegsangiz, tugishadigan yolg'iz sizlar bo'lmaysiz. Aldı bilen sizni hem shu javohiratlaringizni yevatsamchu. Nima? Birodar, menga chaqchaq qilyapmaydigansiz. Bu odam bilan Mo'g'ul savdogarlarining hammasini tutib, mol-mulklarini musodir qilinglar, jakar chiqaringlar. Men o 500 Mo'g'ul ayg'oqchisining kallasini olaman. Yo'q, unda qilma. Qohirxon, rahim qiling. Bir qo'sh qilimdek keching. Rahim qiling. Nima dedin? Hammasi öldü. Birimi kalmadı. Şehir emri Qohirxon ulanı meydana so'rab ep chiqarg'izdi. Andın Mo'g'ullarning ayg'oq istab jakalab, bir-birlab kallasini og'izdi. Elingan kallani jamoatga sazoyi qildirdi. Bak echinishli. Hakikaten bak echinishli ish bo'ldi. Kök Tanrım. Gün boyu toxtumay akıdığan onun deryası. Üntün sürmeydiğan Burhan Tağguva. Ula adamlarımni beguna öldürüp etipti. Bu yığılık peyda kılıcının kılıcı cengat şeref bilen şöhret kazanmay. Eksince koluda tümürünün parçası yok. 499 sodigirinin kallısını aldı. Kalbimdeki hasret ve nefretini basamayıvatım ben. Kök Tanrım. Kısas erişimine güç kuvvet ata kılgaysan.
u ko'k tangriga tilovat qilayotgani 3 kecha kunduz bo'ldi. Bir qarorga keldim. Ularning qotilni topshirib berishini talab qilib, elchi avatiman. Men ularni savdo tijoratga avatgan tursam, nemish undaq qiladi? Qotilni cho'qim jazolamay qo'ymayman. Qotilga gap ketmaydi. Buni qilish bilan tushuntirish kerak. Qo'shin tortib qotilni jazolaydi. Sizlar uningsizmi ziyod ko'p qon to'kdinglar. Agar ular gunohini to'nib tövbe qilmasa, mening qarindoshlarimning, yot urug' qarindoshlarimning, o'g'illarim bilan nevaralarimning qonlari sizlarning qininglar bilan teng oqqay. Bu uning nima qilgani? Numussiz bulangchining o'lsgan-ku. Uning o'ltirgini Mo'g'ullarning 500 ayg'oqchisi ekan. Bu uning topgan gapi. Mushsa qilim bilan qasam qilamanki, aqli borligi odam mol dunyodasi jinini tikadigan bu soxtipazga bir qo'ynimi boqqizmaydi. Uning o'tirar shahrining amiri bo'lishga nima layoqti bor? U urushda to'p ko'rsatgan tursa, Lekin bu qitim cho'ng gunoh o'tkazdi. u dedi-ku, uning o'ltirgini Mo'g'ullarning 500 ayg'oqchisi. Uni elib tingla. Aygoqchi bo'lgan holatimi 500 odamni nima ish so'roq qilmay, sulton oliylardan maslahat olmay o'ldirib etdi. Maslahat elishqa ulgurmagandi. O yot elning begunoh 500 savdogarini o'ldirib tutdi. Har qanday g'urur bor davlat bunga sabr qilib turmaydi. Biz darhol odam avatib ular ahvolini tushuntiraylik. Nemishqa? Chingizxondan qo'rqishning hojati yo'q. Qo'rqayotganim yo'q. Men uncha qo'rqinchoq emas, lekin yo'lsizlik boturlik hisoblanmaydi. Ulug' sulton aliylari, validi buzrukvarimiz sizni chaqiryapti. Uqdim. Bo'ldi, mushagichi bo'lsin. Buzruk onam bilan ko'rishib chiqqandan keyin bu ishni qandoq bir taraf qilish to'g'riliq maslahatlashaylik, ha? Sultan aliylari uzun ömür ko'gaylar. Mehribon ham shafqatlik, dunyodagi eng ulug' va qadrlik volidam Turkam xotinga salom. Yenimga yaqin kaslar. Anglasam ba'zilar sizlarga chiqimchilik qilibdi. Buzruk ana, to'limi qabohatlik qirg'inchilik yuz beribdi. Bilaman. Buni cho'qim heliqi paskash turkman xotinning o'g'li yomon g'araz bilan sizlarga chaqdiya qachon. U bu dunyoga onasining qo'sqidilla chiqimchilik bilan qo'shkizak bo'lib tushgan nejis. Mo'ng'ullardan qo'rqib, ham mening qipchoq naslidan bo'lgan shahzodalarimga hasad qilib, qasddan shundoq qora chaplayotdi. Deb beqinglar shundaqmi? Darhaq. Demak, heliqi paskash turkman xotinning o'g'li o'zining qilmishlari bilan past naslini oshkorladi. Uning nasli past bo'lgani uchun jamoatimizning taxt varisi bo'lishga loyiq emas. Faqat qipchoq naslining to'qal xonishidan tug'ilgan shahzodalar taxt varisi bo'lishga loyiq keladi. Buzruk momo. Mushu kichik o'g'illarla eng munosib taxt varisi bo'la oladi. Buzruk ana. Xonoliz donadur. Barakallah. Yodlarida bo'lsinki, faqat qipchoq naslidan bo'lgan shahzodalar o'sha Mo'ng'ul deganlarni bo'ysundirishlarga yordam qila oladi. Urushga tayyorlansalar, saltanatlari aslaridan hargiz chiqmasin. Biz hargiz yengilmaymiz. Hozir Mo'ng'ullarni bo'ysundirish shon sharafi sizni kutyapti. Bo'ldi. Qaytayversizlar. Bu qatim qotilni olib kelish uchun elchilikka bordiganlar yana peshkanlik uchirishi mumkin. Ulug' qag'on, undaqmi bo'lmas. Sizning obdan amalingiz bormi? Samandar Xorazmlik ularning o'rib odatlarini biladi. Meningcha, u yandash elchilikning uddasidan chiqa oladi. To'g'ri deysiz.
U basa elçilerinin amalligini saklayalaydı. Baş elçilikке Uyghur sanıgın Jinqayni əvətəyli. O nurgun yerlerini kögen adam. Jinqay jasoratlik ham farosatlik bu muhim vazifani o'dishdan tamamen chiqalaydi. Ulug' Mo'ng'ul qog'allig'ining elchisi Jinqay Chingizxonning farmoni bo'yicha hurmatli sulton oliylar huzuriga ko'rishgili keldi. Elçi canaplari, men tolımı şefqatlik bir şahman. Sizlar tayinliq Çingiz xoninglar elimizning lashkarchilik ahvolini o'qishga, ina qo'shnidarchilik munosabatini buzishga avatgan heliqi bir top ayg'oqchilaringlarning ishi to'g'risida apu so'rg'ili keldinglar-ku deyman. Sulton oliylari, kun chiqish tarafda qadimdan tortib noyat qiziqarli bir ibora borligini bilamdilar. Qanday ibora? Quloqni etib olib qo'ng'iroq o'g'irlash. Ma'nisi nima? Bir o'g'ri boshqalarning mis qo'ng'irog'ini o'g'irlig'ini beribdi. Ammo qulog'imni etib olsam, boshqalar qo'ng'iroqning ovozini anglamaydi deb ahmoqlik qilgan ekan. U qapyurak. Sulton oliylari, mamlakatlarning o'tira shahrida yuz bergan voqeadan xabarlar bordi. Mazkur shaharning amiri elimizning 500 savdogarini o'ldirib, mol-mulklarini bulib olibdi. Bu kishini qattiq cho'yishtiradigan jinoyat. U 500 odam ayg'oqchi ekan. 500 odamning billa ayg'oqchilik qiladiganligini anglaganlar yoki ko'rganlar bormi? Siz aşı savdogarlarimizni o'ldirib mol-mulklarini bulib olgan bulancha o'xshamamsiz. Sulton oliylari shuncha dono turuqliq bu odamning yo'lsizlik qilganligini uqmagan o'xshaydi. Biz Chingizxonning havolasi bilan sulton oliylarining bu ish bilan munosabatsiz ekanliklarini isbotlash hamda tinchlikda birga turish niyatlarini bildirish uchun bulanchini ulug' Mo'ng'ul eliga olib bir yoqlik qilishimizga topshirib berishlarini qattiq talab qilamiz. Sulton oliylari obdan o'ylashib ko'rgaylar. O'ylashib o'ltirishimning hojati yo'q. Mo'ng'ul ayg'oqchilarini o'ltirishga men amr qilgan. Hamma ig'vogarlarni yo'qotish mening burchim. Undaq bo'lsa, sulton oliylarining bu gaplarini birini qoldirmay Chingizxonga yetkazay. Xo'sh amisa. Ularni mang'izmanglar. Bu fursat saniy bo'lmaydigan bo'ldi. Kelinglar. Labay. Bu ayg'oqchini chiqib, kallasini elinglar. Sizlar nima qilmoqchi? Bu nima qilganlar? Men ayg'oqchi emas. Men Mo'ng'ul elchisi. Undaq bo'lsa elchi yoqqa kirib olgan ayg'oqchi ekansan. Sulton oliylari, ta'minlarda bo'lsin. Ahda Chingizxonning ulug' qo'shuni qinim to'kilgan bu iflos Urgan shahrini tub-tuz qilib yetadi. To'xtanglar. Jinqay, do'zaxga kirishdan ilgari esinga shuni deb qo'yay. Mening qo'lim nega so'sam shu yerga yetadi. Qo'shonimiz bag'allik joylarda hukmronlarning hammasi peshimni so'yidi. Bir farmonim bilan necha tuman kishilik g'olib qo'shonim hammani supurib tashlaydi. Sening heliqi Chingizxoning tuprog'imizga yerim qadammi bosolmaydi. Mana hozirlar uningga onun daryosining bosh iqinidan yarlik tayyorlab qo'yaman. Chiqinglar. Sulton oliylari, u ikkisini ep qilib nima qilamiz? O'zimning o'ylaganlarim bor. Ularni zindaga tashlanglar. Hop. İşkanlar saxta el bo'lib, eliq talvi shohni bexotlashtirib to'g'ri qilibsizlar. Hozir chiqib aramaylar. Ulug' qog'anim, savdogarlarimizni o'ltirayotganini uqishmaslikmi deyli. Lekin bu qitim ularning elchimizni o'ltirganligi bizga urush e'lon qilganligida. Qanota, ular ikki qitim odamlarimizni o'ltirib etdi. Bu qisosni olmay bo'lmaydi. Jinqay apandinim o'ltiribdi. U qog'onimiz bilan Baljin ko'lining 9'ini bili ishgan to'kibkor vaziri edi. Biz egri kunda qolganda u sizlar qog'onimizga bay'at qilgan. Uning o'limini mushundaqlik bo'ldi qilamdiq. Ulug' qog'on, men yana qo'shin tortib berib, heliqi sulton bilan qotilni tutib kelay. To'g'ri, men boray. Hammasini tutib kelib, tishlarini yulib tashlab, andin kallasini olaylik. Qog'onata hujum qilaylik. Ulug' qog'on, bu urushni qilmay bo'lmaydi. Yana nimaga saqlaydilar? Jaba bilan Goboyning xabarini saqlayli.
Men joylarga uqtirdim. Ularning xabarini ep kelishga chaparmanlar mangdirildi. Ulug' qag'an. Yo'lliq buqaning tirikchilik qilish ishini hozir o'rinlashtiramdi qandaq. Yo'lliq buqa. Xo'sh. Sizga 2 tuman odam beray. Kun petishdagi 6 oy tegi bag'irda tirikchilik qiling. Meningcha, men boshlaydigan bu urush uzunga so'zilishi ham jafoliq bo'lishi mumkin. Shunga siz bordigan joy mening ishonchli tayanchim ham oq sepim bo'ladi. Chandin. Jabam mahir mergan bo'lgandek, aql farosatimi komil bo'lgan bo'lsa, Qirg'izistonga jazo yurish qilish urushidan bunchalar ansirab ketmaydim. Lekin yanada ham farosatlik ham jasoratlik go'bayo'y bor emasmi? Undaq bo'lsa, kuchlik rost o'libdi-da. Hozir uning jasadini chilbörlar yeb bo'lganda. Qirg'izistonga qo'shnilarning qo'shini bilan mo to'qinishib qoldinglar-ku deyman, ha? Ha, kelinglar, yuqoriga chiqib o'tiringlar. Qandaqkan? Demakchimanki, ular kuchlikmikan, ha? Ancha kuchlikda qilmaydi. Sanığın qabağı, sizcə? Ularni nayt kuchlik deyishkimi bo'ladi. Agar biz sizlar ulug' qag'animizning urush usullarini qo'llanmagan bo'lsak, qaytib kelamaydik. Qag'anim, sizlar bizga qo'mondonlik qilsizlar, har qanday qo'shinni yengmay qolmaymiz. Bo'ladi. Qilichimizni sug'urib turib, u muthamlar bilan so'zlashadigan chog' keldi. Hammani oyalanishinglar. Hozirning o'zidilar. Qurultoy ochiman. Xo'p. Miladi 1219-yılı 4-ayda beguna öldürülgen savdogar ve elçilerinin qisasını ilish uchun Chingizxon onun daryosi bo'yidagi ovulida inileri, o'g'illari, sarkardalarni yig'ib, yuqori darajalik sarkardalar yig'ini, ya'ni qurultoy ochdi. O'ltiringlar. Ahvolni hammanglar uqdinglar. Bu ulug' Mo'ng'ullarning shon sharafi va arnomasi, g'olibiyati va mag'lubiyatiga munosabatli cho'ng ish. Qani depinglar. Urushamdiq, aplishamdiq yoki taslim bo'lamdiq. Urushayli. Oltin uruqning avlodlari urushda o'lsa o'ladiki, hargiz taslim bo'lmaydi. To'g'ri. Endi boshqa yo'l qolmadi. Qilichimiz bilan Mo'ng'ullarning g'ururini isbotlaymiz. To'g'ri. Öňümiz serik bogyny bilen qinimiz oxşaşlyk qızıl. Xorazmlikler nurgun odamlarimizni vahşileçe öldürüp etdi. Biz çıkım ulağa bunu için bedel töldümiz. Qag'an ata, ular elchilarimizning kalısını ağanken ulağa tegichlik jazo berip, yo'lsizlik bilan tergan balasini ta'mini o'ziga titib qo'yayli. Qag'an ata, sizlar yashinib qoldilar. Onun daryosi bo'yida bizning zafar xabarimizni kutgaylar. Yo'q. Men sizlarga boshchilik qilib, ko'k tangrining jazosini shu eskilarning beshiga yog'diraman. Chingizxon. Yaxshi. 4-inim Temurga, 3-Qunchoy Aloqbeka. Qag'an ata. Ishkinglar ulug' Mo'ng'ul xalqining ishtirg'ini ayb qilsizlar. Men kun petishga yurish qilgan mezgilda yayloqni obdan qo'g'dab, ordini saqlash uchun 3000 tutun elchilik qoldiraman. Xo'p. İnelerim, o'g'illarim, jiyanlarim va tuman tutun, ming tutunlar men bilan kun petishga otlanadi. Qulan xotin sap bilan yurish qilib, qo'shinga g'amxo'rlik qiladi va olimdan xabar oladi. Börtə bilan boshqa xotinlar o'rdida qoladi. Atiganlik saharda tuqqi nazir berib otlanamiz. Xo'p. Ulug' qag'an. Ulug' qag'an, to'qallarning deydigan gapi bor edi. O'ltiringlar. Turing. Qani ayting. Ulug' qag'an. Bu jahonda mangulik yashaydigan maxluqot yo'q. Sizlar yashinib qoldilar. Bu qitim tog'davonlardan eshib, daryo iqinlarni kechib, bo'ron chapqin qarshi urg'anlarga qaramay yiroq yurish qilib, qilish shamshar o'qnayizdagi tavakkul qildi ekanlar. Navoda qarg'aydek avlodlar tuyuqsiz yiqilsa, tasarruflaridagi shuncha nurg'un qavm budunlarini kim boshqara? Yesuy, ulug' qag'anning o'limini tilawatamsiz. Ulug' qag'an, ocham gapni o'ngshab qilamaydi. Uni kechirgaylar. Ulug' qag'an. Meningcha, Yasuy xotun gapini qilib olgandan keyin jazoga tasdiqlamo kechikmaydilar. U zaharxandalik bilan ulug' qag'anni yana qog'sinmi?
Bu Tatar xotunning Chingiz qog'onimizni qog'ishiga yo'l qo'ymayman. Mendek taqsi bo'lgan odamni ot choptirib o'q uzalaydigan tursam, Ulu qog'on cho'qim uzun umr ko'may qoladimi? Chingiz qog'on, uzun umr ko'gayla. To'g'ri, Chingiz qog'on, uzun umr ko'gayla. Uzun umr ko'gayla. Yadavullah. Labay! Kök Tangırning madad iltifoti bilan yashavatsam, acaba bir ayolning qog'ishiga ketatdim bu. Yasoy, gapingizni qiling. Ulug' qog'on. Meningcha, mangu qiyirmaydigan odam yo'q. Faqat Kök Tangırlar mangu qiyirmaydi. Ulu qog'onmi mangu qiyirmaydi. To'g'ri deydi, Chingiz qog'on, mangu qiyirmaydi. Ulug' qog'on. Sizlar bu qitim mush yoshga kirganda shuncha yiroqqa, uzun yillik yurishga otinyotadilar. Keyingi ishlarni o'ylashmaymi bo'lmaydi. Safarga chiqishdan ilgari o'g'illar orasini taxt varisini belgilab qo'ygaylar. Inilari, o'g'illari, albodinlari va bizdek arzimas xizmatkorlari ko'ngillardagini bilib qolayli. Yo'lliq Jusay, siz qanday qaraysiz? Xanzullar taxt varisi belgilashga elning muhim ish qatorida e'tibor berdi. Yasuy mazlum kishi bo'lgani bilan deganlari bizdek soqol burtliq erlarni xijolatchilikda qo'ydi. Bo'g'irchi, sanchi-chu? Meningcha taxt varisini belgilash muhim ish. Baldiroq belgilab qo'ygan tuzukmiki. Yiroqni ko'zlashda Yasuy xotunning qo'liga suv quyib beramaydi ekanman. Yasuy xotun, bo'ldi, o'tiring. Ulug' qog'on g'ashqallar. Ehtimal Yasuy xotunning deganlarimi o'rinliqdi. Uni qog'onliq degili bo'lmaydi. Menmo mangu qiyirmay uzun umr ko'rsamkan deyman. Lekin chochlarim yana oqirib ketdi. Kun petishga yurish qilish safarimda rost yetib qolamdimi yo'q, buningga bir nima deyolmayman. Nimaga yig'laysizlar? Ot ustida o'lish Mo'ng'ul botirlarining sharifi. Taxt varisiga kelsak, menmo ota bobomning taxtiga varislik qilmay, o'zimga tayinib jon so'rab kelgachga bu ishga beparvolik qildim. Ulug' qog'on. Meningcha, Yasuy ochamning deganlari yo'lliq. Biroq taxt varis belgilash muhim ish. Cho'qim urushlarda katta xizmatlarni ko'rsatgan o'z pushtlaridan bo'lgan o'g'illarini belgilash kerak. Mening o'g'lim tex narsida ham urushlarni ko'rib baxmadi. Shun xonish bo'ritaning 4 nafar azmat o'g'li orasidan ulug' xonliqning varisi tanlansa deb qarayman. Yaxshi, taklifni qabul qildim. Juchi, sen cho'ng o'g'lim, deb baqa, bu ishni qandoq belgilasak bo'la? Xanata. Juchidan avval so'rayotdilar-ku, sizlar jahonni markatda yurtini depilgan bu haramzadaga tutqizib qo'ymoqchimi? Ha? Sen bu nim deginim? Xon otam azalda menga boshqacha qarashli bo'lib boqmadi. Otam bilan onam menga boshqacha qaramagan yerda sen nimaga asoslanib meni markatda yurtida tepolgan haramzad deysan? Tug'ilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan odam menga depmagan. Kim? Sana deyishimning hojati yo'q. Unda qolsa o'zing topgan gap. Men ovulimizda yuzida tatiq bir odamni ko'rgan. Shu odam sening o'z dadang. Chag'atay suvaning nishiq og'zingga kelganicha o'ydimi? Chag'atay, bu deganlarim uchun badal to'laysa. Emas kila, seningda qo'rqatdimmi? Nimaga shilting atsa? Kuchsinishayli. Meni yig'amirsan qani? Kuchsinashmayman. Marganlikda baslashayli. Nima chiqsa bilan marganlikda baslash kerakmi? Unda bo'lsa jon tikishayli. Kim yig'ilsa yerdan menga turammisan? Sendek salohiyat yo'q, markit bilan jon tikishmayman. Mana, qo'lingni tut. Qag'anata. Chag'atayga Juchini kim markitning o'g'li dedi? Kim biladi? Aytala. Men bilaman. Jamoqa Aldulla bir navr akalari Qucharni Chag'atayga shundoq deyishga quturatgan. Chag'atay, rasma? Ras. Quchar o'shmanlik bilan o'limni tilaydigan chilbo'ra. Uning pitnaga taqatgan zaharlik tilini baldiroq kesib etmaganimga pushaymon qilyapman. Chag'atay Xonzoda, men Jalma, Subutay, Qublaylar qolgan otangizga panoh tortib kelganda, oilanglardagi tirg'iboq qo'y itlarni o'z ichiga olgan jonivorlar necha yuzga yetmaydi.
Biz hozir o'ylasaqmi tenimiz jo'g'ildaydigan hiliq kelishmaslikni o'z ko'zimiz bilan ko'rgan. Rost deydi. Danishman apangizning ulab bulab ketgan heliq fojialik urush mana mushundaq davosiz kelishmaslikni paydo qilgan. Chag'atay Xonzoda, dushmanning pishni basatlariga ishinib ketdingizmi? Og'zingizga kelganini desangiz, mehribon oq ko'ngil onangizga qanday yuz kelaysiz? Siz tug'ilgan kuni men Ulug' Qag'anning yeni dedim. Jamoqaning naslingiz to'g'risida tunji qitim tuxumdan tuk undirib degan gaplarni men anglagan. O'ylab beqing. Ulug' Qag'anga o'chmanlik qiladiganligi odam arazchilik paydo qilib, Ulug' Qag'anning sizga boshqacha qarshini arzu qiladi. Mushundaq gaplarga ishonamsiz? Ya to'ruqdan bo'lish supatim bilan gapim eg'ir ketishi mumkin. Chag'atay Xonzoda, hammalarning oldida onangizni umr bo'yi hasrat qo'ydigan gaplarni hargiz tilga olmasligingiz kerak edi. Ah, Gök Tangrim. Ömrümde tatkan det elemle azmıttı. 60 neççige kirdim. Meni yeni muşunda cazalam sen. Yenge. Ana. Özümge yandı. Qanata, xatoligimni tunidim, gunoyimni tunidim. Ana, bo'g'irchi tag'amla Chag'atay akamga nasihat qildi-ku. Allah bilge, me ölü olay. Ana, yo'qlan gapni qilmasingizchi. Ana. Merkitler bulap ketgende. Ölüp kessem mi bo'ptiki? Ana. 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 Chiqib ketinglar. Aka. Men sağlam turibmi kichik anam Temurlining deganlarini anglagan. Xon atam al qurishdan ilgari anam boy yashab, Qo'ng'irot qabilasini niyatliq bo'lgan ekan. Xon atam bilan hayot mamatda billa bo'lib, japonimi halovatni teng ko'rib, yoniga qaramagan. Al ko'ngilli qilmagan, yengin yostiq etigini yotgan, o'tchiplarning yiltizni oziqlik qilib, o'zi ashserini yursimu, bizni ashyalang'ash qo'ymay cho'ng qilgan. Bularni sizlar akalarim meningdimi obdan bilgan turuqliq. Yana nimishqa anamning ko'ngliga asar bersizlar. Ana. Ko'nglingizni buzma. Ayb menda. Ana. Men o'g'ilning cho'ng turib, o'g'illik mehri bilan ko'nglingizni avundirmoqda yo'q. Aksicha, taxt talish Chag'atay bilan yaqinlashdim. Kutgan umidingizni yetib qo'ydim. Xatolik menda. Ana, gunoyimni tilayman. Ana. Achchig'ingiz ichingizga patmayotgan bo'lsa, bizni urib alamingizni chiqarib beling. Ana. O'tinib qolay yig'lamasingizchi? Ana, akalarim xatoligini to'nidi. Bo'ldi, endi ularni kechirib yeting, ha? Bunundan keyin öz ara talaş tatış qilmanglar. Bulamdı. Bo'ladi ana. Undaq bo'lsa, xon otanglarning oldiga berib, bu so'ranglar. Ma'qul ana. Yana qo'ya. Xonata salom. Xonatamga salom. Xonata. Yiliqidak apqoshli gaplarni qilmasam bo'pti-kan. Xatoligimni to'nidim. Yo'q, Xonata, men aktirib avval qo'l tekizibdiman. Umidlarini yerda qo'ydim. Xatolik menda. Bu quruq gaplarni anglag'im yo'q. To'tinglar naq vaqtida gapsilar. Qani, taxt varisi to'g'risida fikringlarni depinglar. Chag'atay, sen baq. Ma'qul. Jo'chi, to'timiz orasida yeshi eng cho'ng. Urushda ko'rsatgan xizmatlari mendan ko'p. Iqtidorim mendan kuchlik. Xonata, men akam bilan birga xizmatlarda bo'lay. Dushman bilan ilishganda jinin epqishqalarning kallasini olaylik. Hujumga o'tganda keyinda qolganlarning piyini qirqaylik. Endi taxt varisiga kelsak. Meningcha, o'g'day oq ko'ngil, samimiy, u yollarda qilib taxt tarbiyasini olsin. Jo'chi, sen de baq.
Xan ata, mən aldılarda hücum etib xizmətlərdə bolay. Ögədə qağalıq təxtiga varislik qılsın. Bu gapni chin ko'nglinglardan da'vatamsizlar? Labzimdan hargiz yanmayman. Gapimdan hargiz yanmayman. O'g'day, seni taxt varisi bo'lsin deydi. Qanday o'ylaysan? Xon ota, gap qilishimga iltifot qildilar. Nima desam bo'la? Yaramayman demdiman? Yo'q. Meningcha seni xotirjam qilishim eng muhim. Men jon dilim va butun vujudim bilan ulug'vor ishlarni joriy qildiradigan izbosarlar bo'lishim kerak. Akalarim bilan inlarimga yetmaydigan nurg'un yerlarim bo'lsa-mu, lekin kuchimning baricha tirishib ishlarni tartibli yurgizaman. To'loy, sen mi deb baq. Men sizlarning va akalarimning fikriga qo'shilaman. Xon ata, xizmatlarga belgilangan akamning yenida yuray. Unutib qolganda askartib, el yurtlarining jarchisi bo'lay. Uxlab qolganda uyg'otib, toriq etining qamchisi bo'lay. Safarga tang atlanib, dushman bilan adoqchi elishay. Yaraysizlar. Kelgusi saltanat taxtiga o'g'day varislik qilsin. Boshqa baglik taxtlarga izbosarlar belgilansin. Farmonimga xiloflik qilmasanglar va kelishimni yirtib tashlamasanglar, elimiz uzungacha amin topadi. Qolganlik taxti avloddan avlodga qoladi. Masalar bo'ladi. Xo'sh kelibsiz, xon ata. Xon ata, bir ishdan ansirayotiman. Qaysi ishdan? Agar avlodlarimdan qandig'ay oldidan o'ssa, o'qi tegmas. Chashqan keyindan mangsa, o'ltiranmas, yaramsizlar chiqib qolsa, bu muhim vazifaning o'tisidan qandoq chiqa? Hech qisi yo'q. Avlodlaringdan rost sen degandek yaramsizlar chiqib qolsa, mening boshqa avlodlarimdan jahonni so'rig'idek botir chiqmasmi? Ha? Shu chog'da ashu botirni taxt varislig'ingga belgilasang bo'ladi. Bo'ladi, xon ata. Tömürcümüsen. Ha. Ağmasam yana urushqa atlanadi ekansan. Ha. Hozir Asush xili joyida gaplar o'z chaqqan qilyapsizlar. Ana, urushqa atlanmoqchiman. Urushqa Naymanlar, Tangutlar, Uyg'urlar, yana birsi nimadi? Almaliq. Hammasi bay'at qilgan-ku. Bu qatim ular bilan urushmayman. Bilsizlik kerak ana. Bu qatim yangi dushman bilan urushaman. Ular nihoyat kuchlik, qo'shini nihoyat ko'p. Nemishqa urushsan? So'ramayli qo'yay. Qandaqli ish qilsang hamon o'z yo'li bo'yicha qilasan. Yo'l shuncha shiroq. Ular shuncha kuchlik tursa, mushu berishing bilan 8-10 yillab urush qilib yurasanmi? Ana. Dadangni tatarlar zaharlab o'ldirayotgan. Taychug'utlarmi biz ana bola 9'imizni tashlab ketgan. Xeyli burunqi zamondagi ish. Her halda men Yasugayga 5 o'g'ilni, 5 botirni cho'nqib berdim. Yavu ko'ktat, yavu mevalar bilan 9 jonni boqdim. Dala chashqini. Dala chashqini? Dala chashqini. Dala chashqini yomon emas. Turq sadrak shu. Gepidan yana ozdi. Bo'ldi, yig'lamasizlar, ha? Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamasizlar. Heyli sizlarga to'gining botlaqlig'ini ko'rsatib kelaman. Bo'ldi, yig'lamasizlar, ha?
qadağan. Siz ailemizin şafaatçisi. Anamni sizga topshirdim. Navada yaxshi kunning yomoni bo'lib, anam bilan ko'rishamay qolsam, mening o'rnimda anamni unutib qo'yasiz. Uluq qag'an. Xotirjam meni vasila. Ömür bo'yi hamra bo'lib, yenidan ayrilmayman. Tömürcün. Mandın mı? Mangdım ana. Kaçalık kaytıp gelirsen. Uzak ötmeyle. Qaytib kelaman. Meni yeri qo'llayapsan. Anlasam sen baradigan joy to'lamashiroq ekan. Yana urushga otlanibsan. Seni yana ko'ralamammi? Ana. Sen qaytib kelgan holatdami 80larga kirib qolaman. Meni yana ko'ralasanmi? Ana. Meni bak.
风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家